May oyining eng yorqin voqealarini bir videoga jamladik. E'tiboringizga may oyining hisobotini namoyish etamiz. May oyining boshidan yosh olimlar javob beradi sahifasi orqali vaksina olgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerakligi haqidagi videorolik taqdim etildi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti bakteriologiya laboratoriyasi mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi Bahromova Nazira Nazimovnaning bosib o'tgan ilm yo'llari haqida ilm va men ko'rsatuv uchun eksklyuziv intervyu taqdim etildi. Ilm yo'lida umrini bag'ishlagan zot professor Kamilov Husan Masudovichning 80 yillik yubileyi nishonlandi. 9-may munosabati bilan O'zbekiston Milliy arxivida saqlangan frontdan yozilgan xatlar parchalari bilan tanishtirib o'tildi. Yana 9-may munosabati bilan Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ustoz va olimlarni eslash, ularning nomlarini yod etish maqsadida xotirlandi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi Koreya xalqaro vaksina instituti hamkorligida xalqaro trening bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti vakillari ham ishtirok etdi. Keyin esa yosh olim javob beradi sahifasi orqali vaksina bilan antibiotikning bir-biridan qanday farq qilishi haqida videorolik taqdim etildi. Ilmiy hamkorlik yo'lida yangi bosqich. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti hamda Eronning Pasteur instituti o'rtasida memorandum imzolandi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti va Koreya xalqaro vaksina instituti o'rtasida hamkorlik tashabbusi yo'lga qo'yildi. Eronning Avitsena instituti bilan xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yildi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti vakillari Eron Islom Respublikasining Tehron universiteti huzuridagi ilmiy texnik tadqiqotlar markaziga rasmiy tashrif buyurdi. Ushbu ilmiy maskan bilan Eronning Tekiko kompaniyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Ilmiy texnik kengash bo'lib o'tdi. Kengashda Abdurahmon Ashurov va Farhod To'xtayevning Eron Islom Respublikasiga xizmat safari yuzasidan hisobot taqdim etildi. Tanlov doirasida Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti olimlarining bir qator ilg'or g'oyalari muhokamasi bo'lib o'tdi. Asab kasalliklarini tabiiy o'simliklar bilan samarali davolashning yangicha uslubi ishlab chiqilmoqda. Bu borada Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutining mustaqil izlanuvchisi Azimjonova Dilafruz Shavkatbek qizi tomonidan innovatsion tadqiqotlar olib borilmoqda. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutida biopreparatlar, profilaktika, tashxis, davolash mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tdi. Qozog'iston Respublikasi Astana tibbiyot universitetining farmatsevtika fakulteti 4-bosqich talabalari va katta o'qituvchisi boshchiligida ushbu ilmiy maskanga O'zbekistonga ishlab chiqarish amaliyoti doirasida tashrif buyurishdi. Amerikalik professor Ignatov bilan Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutida uchrashuv bo'lib o'tdi. Ilm va men ko'rsatuvining navbatdagi soni. Virsologiya laboratoriyasi mudirasi, tajribali olima Abidova Ra'no Mannopovnaning ilmiy yo'li, fidoyiligi va hayotiy qarashlari haqidagi ko'rsatuv taqdim etildi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti Turkiyaning SAP instituti bilan ilmiy texnik hamkorlik bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Shuningdek, Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti sog'lik uchun doim izlanishda nomli videorolik ijtimoiy tarmoqlarga joylandi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutining barcha yangiliklaridan xabardor bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatishda davom eting.